شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبينات من الهدى والفرقان. İbadətdə usul köp, fəzilətə bay bolğan, məğfirət həm bərəkət, rəhmətlərə liq tolğan, cənnətlər kən içilib, dozaq məhkəm taqilib, yetib gəldi bizlərə xoş mübarək Ramazan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. Qur'on Karimda "Malakum min ilahin g'ayru" sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir deb aqida oyati kelgan. Bu oyatni Qur'ondan izlab baqsaq, sura A'rofda 4 o'rinda, sura Hudda 3 o'rinda, sura Mu'minunda 2 o'rinda tilga ilingan. Qur'onning boshqa taraflariga ko'z yugurtsak, umumiy maqsadning sizlarning bir ilahinglar bor ekanligini va Qur'onning ideyarimizni bu aqida bilan tarbiyalamoqchi bo'lganligini bayqay olamiz. Rabbim Allohdir degan inson bilan men mushundaqla tug'ilib qolgan degan insonning ish faoliyatlari o'xshash bo'lmaydi. Hayoti dunyoni siniq dunyo deb qaragan odamning yashash uslubi bilan bu tabiiy paydo bo'lgan va o'ynab, kulib yashab oladigan bir dunyo degan odamning hayot uslubi qandoqmi o'xshash bo'lsin? Kelgusida tirilib qilgan bütün ishlarimdan sual so'roqqa tortilman degan inson bilan o'lsam tugayman degan insonning hayotga tutgan pozitsiyasi va kishilik muomalasi farqli bo'ladi. Shu sababdan la ilaha illalloh degan bir kalima insonni jahannamdan qutuldirishga yetadi. Aqidani akademik shaklda emas, balki ruhiyatimiz va qon-qonimizga singan shaklda o'zlashtirishimiz Qur'on o'qishdagi, tafsir o'rganishdagi maqsadimizdir. Bugungi savolimiz Qur'on Karimda eng ko'p ismi zikr qilgan payg'ambar kim? Qani ekran oldidagi do'stlarimizdan kim eng tez, eng to'g'ri javob bera oladi?